Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah ve ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbal alamin. Bugün kelgan dersimiz bolsa Durusul Balaga namlık bu kitapniki biz icaz ve itnaf ve musavva degan babı kelgan edik. Endi bugünkü dersimizde musavva degan normal söz olganligi uchun buni alohida tafsiliy so'zimiz to'xtalmasak bo'ladi. İcaz bilan itnafni alohida qismlarini tafsiliy ayirib o'tamiz. Endi musannif rahimahulloh deydiki, aqsamul icaz. Yani so'zni mutakallimning so'zligichining murodidan, g'arazidan qisqa holatda keltirishning turlari, qismlari deydi. El-icaz. İcaz imma en yekuna bi tadammunil ibaratil qasirati maaniya kesira. İcaz yoki qisqa iborat bilan yani ko'p ma'nini o'z ichiga olgan qisqa iborat bilan bo'ladi. İcaz yani jumlani qisqa keltirish işte ya qanday bo'ladi? Qisqa nima ko'p ma'nilarni o'z ichiga olgan qisqa iborat bilan bo'ladi. Ve huve merkezu inayetil bulagha. Mana mushu yani gapni qisqa qilish. Demak bizda ijoz ikki xil bo'ladi. Birisi ijoz qasr, endi bir ijoz hadf. Endi ijoz qasr degan merkezu inayetil bulagha. Yani balig'li notiqlarning, so'zmallarning, fasohatlik so'zlaydigan kishilarning, balog'atshunoslarning ko'ngil biladigan asosiy nuqtasi. Merkez degan nima? Asosiy nuqtasi, obyekti desam bo'ladi. Ko'ngil biladigan obyekti yoki ko'ngil biladigan asosiy nuqtasi nada bo'ladi? Ijoz bil qasrda bo'ladi. Ya'ni qancha nima deyotdi? Endi va bihi tatafawatu aqdaruhum. Masalan, ijoz bil hazb, nima ijoz bil qasr bilan ya'ni so'zni qisqa so'zlab ko'p ma'nolarni ifodalash bilan nimalarning balog'atshunoslarning, notiqlarning qadr qimmatlari, saviyalari farqlanadi. Qancha qisqa so'z bilan qancha ko'p ma'noli so'zlarni qila olsa, bu shuncha notiq, shuncha fasohatlik, shuncha balog'atlik hisoblanadi so'z. Endi buning ismi nima? Yusamma ijaza qasrin. Endi ijozi qisar debdi, qisar desam bo'ladi, lekin narsa ijozi qasr desa bo'ldi. Bu ijoz qasr deb ataladi yoki ijoz qisar deb ataladi. Masalan, qanday desanglar, Alloh taolaning A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve lekum fil qisasi hayah. Yani sizlar uchun qisosda ajoyib bir xil hayotlik bordir deb. Bu söz yüzü intayin qisqa. Bu hazf qilinmagan, bu söz neçe hazf qilinmagan. Ama bunun ma'nosi intayin ko'p. Yani qisosda hayotlik bor degan gap, qisosda hayotlik bor degan gap yamonchiq ma'no chiqargan. Bu Kur'an kirishdan burun mesela Qurayshlarning nima, arablarning bir so'zi bor edi. Al-qatlu anfalil qatli. Yani shunga o'xshab qoladigan al-qatlu anfalil qatli. Öldürüşni bekrak nefi qiladi, bekrak yo'q qiladi degan bir so'z bor edi. Lekin Alloh taolaning makalami tushgandan keyin uning so'zini qoldirmaydi. Nimishqa? Ikkisini selishtirib ko'rgan bo'lsak, al-qatlu anfalil qatli degan so'zda eng oddiysi qarasanglar, qatl degan gap, o'ldirish degan gap qancha qatim takrorlangan? 2 qatim takrorlangan. Fasohat balog'atning ichida asosan takror degan oz uchus. Qancha qisqa bo'ladimi ijoz? Qisqa so'zlashda gapni nima uchun qisqa so'zlaymiz? Takror bo'lmasin deb. Bu qisqa so'zlab turib gapni takror qildik, qanday fasohat keldi? Arabning eng fasohatli gapi ham nima bu? Qatl degan so'z 2 qatim takror qilingan. O'ylab qo'yinglar. Undan keyin o'ltirishni yo'q qiladi, bakar yo'q qiladi degan gapdan Alloh taolaning kalomini qaraydigan bo'lsanglar, va lakum fil qisas hayah deydi. Alloh taolo qisosda hayotlik bor deydi. Avla o'tirish chiqindir deydi. Faqat o'tirishni yo'q qildi. Lekin mohiyaticha hayotlikni isbotladi.
Hayatlıkni o'ltirganni yo'q qilgan yomonmi yo hayotlikni isbotlagan yaxshimi? O'ylab boqinglar. Hayotlik bag'ishlagan yaxshimi yoki o'ltirganni necha kun degan yaxshimi? O'ltirganni necha kun degan gap bir hayot yo'q challar qilib qo'yishimi bo'ladi, ish qilib yatsimi bo'ladi. Lekin hayotlik degan gap bir komil bir hayotlik degan gap, sog'lom, xotirjam hayot degan gap. O'ylab boqing. Endi demak o'sha Qurayshlarning arablarning ichidagi eng mashhur qisqa kalomi nima bo'lib ketdi? Eshib ketdi mana bu. Qur'oni Karimniki fasohati. Undan keyin masalan qissasida hayot qilib degan gap. Sizlar o'ylaysizlar. Bir odamni o'ldirdi. O'ldirganda qanday hayot bo'ladi bir odamni o'ldirsa desa, bir odamni o'ldirsa, bir odamni o'ldirganlik uchun qisas qilib, boshqa odamlar buni ko'rsa, biz odam o'ldirsak, bizni ham o'ldirar ekan-ku deb nima qiladi u? U o'ldirmoqchi bo'lgan qarindishini o'ldirmaydi va uni o'ldirmaslik bilan qarindishining jonini qutqazgan, hayot qo'ygan bo'ladi va uni o'ldirmaslik bilan o'zini ham hayot qo'ygan bo'ladi. Tushundingmi? Demak, foydasi qanday ekan? Bunday. Shu nurg'ulg'an yomonliklarning shu qisas hukmi kelgandan keyin nurg'ulg'an jinoyatlarning hammani oldi elindi degan gap. Bu shu qisqa bir jumla bilan. Tushundingmi? Bu shu barliq notiqlarning hammaning obyekti, asosiy nuqtasi, markaziy diqqat e'tibori shu nimada? Balog'at qoidasida ijoz bil qasrda. Xo'sh, endi va imma yakun demak ijoz ikki qism bo'ldi dedik biz. Biri nima? Ijoz bil qasr dedik. Yana birichi ijoz hazf. Va imma yakuna bi hazfi kalima. Endi beshtiki qisqa so'zlangan gap aslida qisqa. Biraz hazf qilinmagan. Lekin yeni bir qisqa so'zlash qoidasi bor. Bo'lsa, gapniki ma'lum bir bo'lakka hazf qilingan. Tushib o'tilgan. Nimishqa bakan tushib o'tilmaydi. Ya'ni qolgan bo'lakki tushib o'tilgan bo'lakiga dalolat qilib turadi. Shu sababdan tushib o'tilgan. Tushib o'tishimi qoidasi bor. Yo'q gapniki boshqalasi kelsa bo'lsanglar, tushunib bo'lmaydigan holat qilib qo'ysanglar, bu nima bo'ladi bu? Tushuniksiz gap bo'ladi bu. Ya unda emas, gap tushuniladi lekin nima uchun? Shu ma'lum bir bo'lak tushib o'tsak, boshqa qolgan bo'lak dalolat qilib tursa, shu vaqtida bunda ataladi ijoz hadf deb ataladi. Va imma yakuna bi hadfi kalima. Gapni qisqa so'zlash yoki bir kalimani hazf qilishdan bo'ladi. Yoki bir so'zni hazf qilishdan bo'ladi yoki bir jumlani hazf qilishdan bo'ladi. Yoki ko'prakni. Hatto bir jumladan ko'prak narsani hazf qilishdan bo'ladi. Masalan, bir shart bor bu yerda. Ma qalinatin tuayyinul mahzuf. Mahzufni muayyanlashtirib turadigan bir qarina bo'lish sharti bilan. Shuningdek, bakan qarina bo'lmasa, hazf qilib bo'lmaydi, mana bilib qo'yish kerak. Agar qarina yo'q, kesib qo'ysang gap nima bo'ladi? Bu joyda xalal. Tushundingmi? Bu joyda xalal bo'ladi. Va yusamma ijoz hazf. Bu ijoz hazf deb ataladi. Masalan, fi hazful kalimati masalan so'zda ma'lum bu so'zni masalan nima dedik mana jumla emas, so'zni hazf qilish ki hazfi la fi qawli Imra'il Qays. Imra'il Qays degan jahiliyat shoir, mashhur shoirning so'zidiki la degan so'zni hazf qilmoqchi kalima, nima emas, jumla emas. Nima degan ekan Imra'il Qays? فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. Yani ben dedim ki yeminullah diye Allah kasem olsun ki abrahu qaiden. Ben oturuyorum eğer cende ola. Misinin aldığında benim beşimni kessimu, peylerimni kesivessimu ben nima oturuyorum herkes mi bir yerden qo'zg'almayman degan so'zda qaraydigan bo'lsanglar, mishada abrahu degan so'zdagi la nima qilingan? La hazf qilingan. Asli nima? Faqultu yaminullohi la abrahu qa'idan. Demak, nima hazf qilindi desanglar, birinchidan mishada la hazf qilmasa, faqultu yaminullohi la abrahu qa'idan deb sal ma she'rniki demizga mizoniga, she'rning mizoniga ulkanmaydi. İkincisi çoğulsa
مشو أبره قائدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي لديك لديك وأوصالي ديجان مشو لديك كما هو لديك دي مش جملة ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي ديجان جملة مشاتك أبره ديجان لا ديجان سوزن بالغنا نمقلوتلو muayyenleştiriyordu. Şunu alma, karina aşılağı dalalet tutuyordu. Şunun için espressayız. Bu şimdi ne batırırken icaz bil hadis batırdı. Ma kelimeni, cümle demez söz bir söz ne? Bir söz bir harf mi söz buludu? Bir isim mi söz buludu? Bir fiil mi söz buludu? Şunu alma. Söz desek çok bir isim buluş gerekmez. Hatta bir harf mi söz katar kirdi. Hem de hadful cümle. Hem de cümle nazif kılış. Allah Teala'nın kavli okşar mesela. Ve iyyukezzibuke fekad kuzzibet rusulun min qablik. Bu şu sözü kardeşim olsanlar. Ne deydi o? Eğer ular sizni yalgancı degan bolsa fekad kuzzibet hakikaten mu sizden ilgirki peygamberler mu yalgancı deyilgen idi. Ve yalgancıga çıkarılgan idi, inkar kılıngan idi. Hem de bu nerede bir ne mesaj kılındı sana? Ey feteesse vasbur ve vasbir. Feteesse diyen gibi yani şulanınki izgi egişin. Sulanı üzerine usve kılın. İc'al hum usve. Ulanı üzerine gelin kılın. Usve. Kudve kılın. Ülge kılın. Nemune kılın. Vasbir ve sabır kılın. İlgili peygamberlerimi inkar kılıngan idi. Ulamını mıkan idi, sabır kılgan idi. Sizge mi şunda aklın oldu, inkar kılındınız. Siz mi şunda aklın kılın, sabır kılındıgan oldu. Mesela ki, ne deyimiz bu icaz bil hazf deyimiz bu şunda. Yani cümle hazf kılındı işte. Bu kamil bir cümle, ne kılındı? Hazf kılındı. Ve hazful ekser, bir cümleden mi köprek ne hazf kılış şimdi? Bir cümleden mi köprek ne hazf kılış? Mesela Allah Teala'nın kılı uçaş ki, فأرسلوني يوسف أيها الصديق diyen bir şeyde. Beni evetіңler. Eğer zindan kip çıkan işkedemden bilsin mi dedi. Beni Yusuf'un kışkı evetіңler dedi. Ama Yusuf eyyuha sıddık. Yusuf ey sıddık dedi diye de bir münçe mahsup atlamış şeyde. İcaz bil hasbiludan. Bir münçe. Yani فأرسلوني beni evetіңler. Padişah çüş görendikken işkedemden bir sıddık ki Yusuf Aleyhisselam'daki çüş kitabı bir halde kaldık istiği geldi. İstiği kelep dedi ey padişahı alem ben zindanda Yusuf isimli bir yaxşı küçük kitabı beyanlaydigan bir kişini kögendim. Şu sizin küçüklerge tabir beyanlaydı o. Meni şunu evvelsile ben sizin küçüklerin tabirini sorab bakay dedi. Degendekin onu evetti Yusuf Aleyhisselam ben küçüğün tabirini aç padişahın aldığı bir degendekin bulap tabirisi de şu kitabı bildi ve padişahın aldığı barıdı. Padişahın aldığı bağandınkin padişah ne deydi o? Yusuf'u eyyuha sıddık deydi. Çünkü olma böyle mücmas atamaydı. Yani ey ersiluni ila Yusuf. Min Yusuf'un kışkıvatınlar. Demiş kaddi esta'birahu rü'ya. Yani padişahın düşüşünün tabirini sorgalı. Padişahın düşüşünün tabirini Yusuf'tan soruş için beni evatınlar. Fefealu. Onu şunu akıldı. Evet dedi. Çünkü ama gelmemiz mi? Fe'atahu. Şunu olan Yusuf Aleyhisselam padişahın yanına geldi. Ve kâle lehu padişah Yusuf Aleyhisselam dedi ya Yusuf dedi. Şunu alma. Mursil var. Demek bir yerde ben bir hata söyleyip yani meyadaki maddi gücü Yusuf Eyyuha Sıddık degan padişah emas belki nima? Yani Yusuf Aleyhisselam bilan birga dastlab zindan kirib, ikki odam zindandan chiqib ketgan. Şu ikki odamning biri padişah onu öldürüp ötüdü. Yeni birini o'ziga yaqin, o'ziniki yaqin majlisdoshlardan qildi. Buniki padişahga suv beradigan, sharbat quyib beradigan padişahning saqisi bo'ladi. Mushu odam nima deydi o? Padişah yaman tushkurab, padişah yaman tushkurgandan keyin shunga kim tabir beradi desa hech kim tabir bermagandan keyin bu odam bir zamondan keyin Yusuf Aleyhisselamning esiga kelib deydiki, ha, mening mushu sizning suyga tabir beradigan bir odam tuniyman. Fe'ersiluni. Meni şu adamın kışık evetinla dedi. Şunu olan nemiş kabat etse men di esta'birahu ar-ru'ya. Men şu adamdan mening tushimdagi tabirini, padişahning tushining tabirini so'rayman.
Şunun için evet dedi. Fefealu. Bu hemmesi bu adamını Yusuf Aleyhisselam'ın yanına evetti. Fe'etahu. Andın bu adam Yusuf Aleyhisselam'ın yanına geldi ve kâle lehu. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gelip bu adam ya Yusuf eyyühes sıddık eftina fi sebi seman diyen bu söz ne dedi? Şunu olar ya padma ve kâle lehu Yusuf degeni şu adamın özü evetilgen mursal evetilgüçü. Nima emas padişah emas. Çünkü padişah kim ayette padişah demeydi o ve kâle'l meliku utuni bihi. Felemma ca'ahu'r rasulu kâle erci ila rabbik diye ayetinin devamında yani padişah onun minenun ekilunla dep buluydu. Şunda olanda demek ma o digüçü kimken yani evetilgüçü. Mana hem de ma o icazın iki nuskalar. Demek icaz kançısın bilindiken icaz bil kasr, icaz bil hazf dep işki bilindiken. Hem de kelgimiz aksamul itnab. Söz ne? Uzun sözler. Şimdi söz ne? Mutekellimnin muradidan ma'lum bir payda maksat üçün mutekellimnin muradidan uzunroq, kengroq so'zlash. El-itnab yakunu bi umurin kesira. Sözünü uzun sözlash nurg'ulg'an ishlar bilan bo'ladi. Minha mush so'zlardan biri zikrul xos ba'dal am. Ya'ni amdan keyin xosni zikr qilish. Tushunarlimi? Amdan keyin xosni zikr qilish. Bu shu tunganki darsda Buxoriy dedisda masligi bir so'z deb berdim. Ma zikrul xos ba'dal am deb berdim. Qaysi insonda bormi deb anlatcho. Ya'ni şu Allah Teala'nın kavlideki yerfa'illahul-lezine amenu minkum vellezine utul ilme derecat diyen yani üzü ne batırda şu zikrul khas ba'dal am. Çanalma yani Allah Teala siladın iman etkalarının derecesini götürdü. Bulup mu ilim belgelerinin derecesini bekler götürdü. Diyen gap ilim belgelerinin derecesi normal iman etkan ilim bilmegenlerinin derecesinin derecesi yukarı buludu diyenini bildirdi. Muşunda hatırladıkken zikru el-khas ba'dal am. El-musannif bi'adımını düşündürük yapagaydı. Mesela nahu ijtehidu fi durusikum vel lugatil arabiyye. Bir şey kaydı mesela sizler dersinlerde tilişinler bulup mu Arap dili tilişinler diyor. Demek tiliş diyen buyruk dersi Arap dili şu dersini çıkı tava. Lakin Arap dili hem dersin mühim bir ders. Demişka çünkü Kur'an-ı Kerim Arap dili da mesela. Bunun paydasını ben zikrul khas ba'dal amnın paydasını ben size ve paydetuhu bunun paydası et-tenbihu ala fadlil khas. Yani bu şu khas keltirilgen dersinin amnın içindeki en faziletli, en ortak, en sevabı yukarı ikerlikiye eskertiş, agahlandırış var. Kennehu u huddi yani bu khas kelgen bu nese ayrım khas keltirilgen nese li rif'atihi onun derecesinin üstün boğalık için cinsun aharu mugayirun lima qabla. Üzünün altıdaki okşamaydıgan başka bir cinstikidek. Emin etmişkisi bir cins. Lekin üzünün altıdaki nersige tevakımak ondan çıkırıp başka bir kadın keltirgenlik ne için dese o şunun faziletini böldürüp xuddi bu nersi başka baldaki okşamaydı o. Diyen bir davanlık maçı. Emin et okşaydı o. Lekin nemişka okşamaydı diyen davanlık oldu çünkü bana fazileti başka demek için. Çünkü et kılışniki sen et kılışniki vasıl faslını yükünüp olama. Et kılıp keltirişniki çokum bir şart oluş gerek dedik birinci. Ne buluş gerek? Cümle mesela cümle ismiye buluş gerek mesela. Cümle haberiye inşaiye buluş gerek. Birbirine münasip buluş gerek dedik ama aynı boğaç cümle çokum birbirine okşamaydıgan buluş gerek. Tagayür buluş gerek. Tagayür bulmasa okşaş binası iki kıtı tekalkanın paydası yok. Çokum tagayür. Beşlik bilen ahirdeki bir taraftan karısak birbirine okşamaydı. Bir taraftan karısak ikisine hükmü verir. Mujda yerde et kılıç caiz. Şunu olma. Şuna İmam-ı Nesefi tefsirde vellezine amenu ve amilus salihat diye yerdine beni çıkardı. İman bilen amel salih bir emez. Nemişka et bilgen yaktadid tagayür. El atfu yaktadid tagayür diyen bir sözünü kılan insan da olsa. Et kılıp getiriş tagayür diyen bir neslinin okşamaydıganlıkını takazza kılıdı. Yani iman bilen amel salih okşamalıqsın Allah iman etkan salih amellerini kılgan dep keltidi. Şunu anlama. Mana bu şunu nemin derek veriyordu dese imanlık yani salih amelinin imanlığını da çıkı kirmeyi kalığını köstüdü o. Dep ehl-i sünnetin akidesindeki bir bölüküymüş ayetinde işaretli delil keltügen idi.
Shuning uchun endi ma zikrul xos ba'dal am degan nimadan? Shuning jinsidan. Avvalgi amning jinsidan, ammo fazilat jihatdan o'xshamaydi, ammo o'xshamaydi. Shu sababdan anda keltirgan gap aytsa. Qo'yamdi va minha endi shu itnab uzun so'zni mutakallimning g'alazidan uzunroq ma'lum sabablar bilan ma'lum foydalanuvchi jihatidan uzunroq so'zlashning qatoridan zikrul am ba'dal xos. Shuningmi 5 nimada zikrul xos ba'dal amdi. Am so'zlab bo'lgandan keyin xos so'zlash. Endi so'zni xos so'zlab bo'lgandan keyin am so'zlash deb yana bir qoida bor. Masalan Alloh taolaning qavliga o'xshash Rabbighfirli va li validayya va liman dakhala baytiya mu'minan va lil mu'minina val mu'minat. Ya'ni bu oyatdagi ma'nosi bo'lsa Nuh alayhisalom qilgan duo. Ey Rabbim, menga mag'firat qilsan. Endi bu Nuh alayhisalomning sunnati qilgan, endi Alloh taolo Nuh alayhisalomni hikoya qildi. Endi Nuh alayhisalomniki o'zining qilgan duosimi yoki mu'minlarga Alloh taolo o'rgatmoqchi bo'ldimi? Buni shu tafsirga qarab baxsak bo'ladi. Rabbighfirli va li validayya va liman dakhala baytiya mu'minan va lil mu'minina val mu'minat. Rabbim, mening gunohimni mag'firat qilsang, mening ikki ota-onamning gunohini mag'firat qilsang va mening uyimga kelgan mu'min, mening uyimga mu'min bo'lgan holatda kirganlarning, mening uyimga mu'min bo'lgan holatda kelgan mu'min mu'min ayollarning gunohini mag'firat qilsang degan bu duoda qaraydigan bo'lsak, mishadning ba'zi zikrul am ba'dal xos bor. Masalan, zikrul am ba'dal xos. Ya'ni meni mag'firat qilsang va ota-onam mag'firat qilsang degan xosni zikr bo'lgandan keyin uyimga mu'min bo'lib kelgan mu'minlar hammani mag'firat qilsang degan zikr am bo'ldi. Endi bu yerda buni senda bu yerda foydasini zikr qilmadi. Buning foydasi nima? Muhim bo'lgan narsa. Foyda. Buning foydasi xosning amga nisbatan zikr qilingan xosniki muhimligini, hukmining muhimligi. Shu sababdan balda zikr qilinganligi bir. Ikkinchi bu xosni qilan deb amningma xosning hukmini oladiganligini. Ya'ni xosga qarab qolmay balki amnimi davomli unutib qolmaslikni, amnimi billa shu xosning hukmiga birlik tava ekanligini bildirdi. Ya'ni ota-onasi uning o'ziga duo qilish, ota-onasi duo qilish muhim bo'lgandan keyin oldida bayon qildi. Oldin qo'ydi. Uning kenidan ota-onasidan duo qilib to'xtab qilish bo'lmaydi. Chuqur boshqa mu'minlarga duo qilish kerak. Uning billa keltirdi. Shuningmi amning foydasi, ya'ni zikrul buning foydasi bu shu. Ya'ni zikrul am ba'da xosning foydasi. Ammo shuningmi masalan iymon, solih amal iymonning tahtiga daxil deganlarniki, degan ko'z qarashdagi mazhablarning dalili nima? U yerdagi vallazina amanu va amilus solihat nima deydi? İman etqan salih amallarni qilganlarni nima deydi? Bu zikrul am ba'dal xos deydi. Ular. Tushundingmi? Zikrul am ba'dal xos deydi. Nima degan gap? Ya'ni iymon amallar, salih amallardagi eng muhim narsa, eng muhim bo'lgan amal iymon bo'lganligi uchun baldir bayon qildi va amilus solihat undan iymon bilan aytib qo'yib bo'lmaydiganligini, iymon bilan yetmaydiganligini, iymonning ichidagi ya'ni bu oyatdagi nima deb javob berdi ular? Iymon degan xos. Amali solihchi am. Iymon degan amal. Iymon degan amal. Lekin amal solihning yaxshi amalning eng ulug'i, eng muhimi qasi iymon bo'lganligi uchun iymonni baldir keltirdi. Uni keldi iymon qilib ketib qo'yganga yetmaydi. Chuqum solih amalni birga qilish kerak deb solih amalni keltirdi. Shuni iymon bilan solih amal bir deganlar iymon solih amalning tahtiga daxil deganlar bunda nima keltirganlar bor. Demak bu ahli sunnat ichidagi bir qalam bu. Ahli hadis deymiz. Ahli hadis Imom Shofiy degandek masalan, bular shu ko'z qarashda. Lekin Maturidi Ash'arilar hammasi iymon degan faqatlam yolg'iz bir hukm. Ya'ni qalbda bo'ladigan iymonning qalbda amallarchi desa, amallar degandiki o'rni a'zolar bilan moli ibodat, badaniy ibodat deb ibodatga ayriladi. Aslul iymonniki bir odamning qalbida asl iymon bo'lsa, qat'iy amal qilmagan bo'lsa-mu, asl iymon bo'lgan bo'lsa, do'zaxga kuyib Alloh taolo rahmatidan qutulib chiqadi. Ammo bir odamning qalbida asl iymon bo'lmay, amal qilgan bo'lsa, bu amal qilishga foydasi yo'q. Chuqur qalb bo'lish kerak. Lekin bir odam amal qilmasa, buni kofir demaymiz, deydi. Lekin ahli hadis nima deydi? Iymon amalga tava deydi. Lekin bir odamning nima bilan
günah məşəd qılğan bilan kafir deməyimiz deydi. Ma'aqda biz hem bilan ittifaq şonalma. Faqat bunu ta'rifləyəndə qanday ta'rifləydi? El-imanu tasdiqun bil qalbi ve iqrarun bil lisani ve amelun bil erkani deydi. Ta'rifini bunda düşündürdü. Biz qanday düşündürmüz sana? El-imanu tasdiqun bil qalb ve iqrarun bil lisan deymiz. Fark bu şu. Lakin akıbetdeki, neticedeki xulası şu, yani bir adam günah məşəd qılsa qılmasa bunu kafir deməyimiz. Mesela İmam Bukhari'de köyden anlayın. Hadiste uçukma. İmam Bukhari şu mezhepte, İmam Şafii bütün arasında şu mezhepte. Ama fakat Vahhabi yani Havariclerle ne kılgan Mu'tezile. Havaric diyen şu bir kılam Mu'tezile ne diyen? Bir adam günah kebir kılıçtan imanın dairesine çıkıp gidiyordu, küfrün dairesine girmeydi. Eğer tövbe okuma öyle bir kalsa kafir ölümünde gidiyordu. Diyen. Lakin Havaric bir adam günah kebir kıldı mı? İmanın çıktı kafir oldu degan. Şunu mı? Şu hazır Vahhabilar şu Havaricning qo'yilib qilsak degan gapning ma'nosi bu. Xo'sh, endi bilakka ketib qoldik. Wa minha al-idahu ba'da al-ibham. Endi şu gapni uzun mutakallimning murodidan uzun keltirishni qatoridan al-idah ba'da al-ibham. Gapni mujmal, tushuniksiz keltirib bo'lgandan keyin idah degan ro'shan keltirish, ochiq keltirish. Masalan, nahu amaddakum bima ta'lamun Amaddakum bi an'ami ve banin. Diye ayet qarasanglar, Alloh taolo sizlar biladigan narsalarni madad berdi. Sizlarga mol chorvalar bilan, o'g'illar bilan madad berdi. Qaranglar, bu yerda desab sizlar biladigan narsalarni madad berdi, yordam berdi deb bo'lib, uni keyin buni ibham shaklida, mujmal shaklda keltirdi ama undan keyin sizlarga yana chorva mollarni va nimani o'g'il balvoqlarni berdi degan gapi, deb tafsiliy bayon qilib bergan gap. Mana mushumu nima deyapti? Itnab. Ya'ni bizga bir foydani bilish uchun. Va minha at-tawshi'. Endi mayadma minha idah badal ibhamniki tarmog'ida qo'yamiz. Tawshi' degan o'z oldiga bir nima emas. Taqsim emas. Bu idah badal ibhamniki bir turi. Tushundingmi? Idah badal ibhamning turining qatoridan tawshi'. Tawshi' deb bir narsa bor. Tawshi' degan mesela Allah Teala ikki narsa var. Yani ikki narsa var. Ya mesela ikisinin bir skılıdı. İki xislat var. Bu falanı deb. Ya Peygamber Sallallahu üç xislat var. Kimde bu üç xislat yapılsa imanın halavetini tetiydi. Allah'ın Resulü hemen aslında bekar onun suyumluk buluşu deb üç xislatni Peygamber bayağı kıpırdı. Ya Peygamber Sallallahu münafıkın alameti üçtür. Gap kısayalgan etiydi. Va'da qilsa xiloflik qiladi. Dori qilsa og'zini buzadi. Yana bir vaqt to'rtdir. Yani şu mesela muşun taşakının hammasında batırdı o. Muş tevşiye. Şunalma. Ama idah badal ifham bilan tevşiyenin farkı nima? Desanglar. İdah badal ifhamda bir söz, yani birlik. Sözü birlik keltirib bunu uçuklaş. İkilik keltirib uçuklaş. Üçlük yani köplik keltirib uçuklaş. Hammasi idah badal ifhamning ichiga kirib ketadi. Ama tevşiye tevşiyede faqatlam ikilik keltirib uçuklaş yoki köplik keltirib ondan köplik holatda uçuklaş. Şunalma. ومنها التوشيع وهو أن يؤتى في آخر الكلام sözünün ahırda bir musennen mufesselin bi ithneyn. Yani iki gap bilen, iki nasi bilen tefsir kılıngan bir musenna. İkilik söz. İki nasi bilen tefsir kılıngan ikilik sözlük getirilir sözün ahırda. Ki kavlihi mesela çağırın kavlidik. Umsi ve usbihu min tezkâlikum vasiba yelfîliyel muşfikâni el ehlu vel veledu. Bunu lafına şu murattab edip koydu bunu biliyat. Qarpaqanım elə umsi ve usbihu min tezkarikum vasiba. Men sizlarni aslab, yani ahbablarımni, yaqin yaxshi ko'rgan odamlarimni aslab, kech qilaman, atgan qilaman vasiba degan jafo chekib, jafo tortib, ishlar ish qilib yaqinlarni ko'rib jafo chekib, atgan kech qilaman. Yalfi liyal mushfiqan. Menga menik ikki dona shafqatchi, ikki dona kuyunadigan, menga ikki dona kuyunadigan narsam bor. Şu ikisi bana mersiye okup durdu mersiye. Yani benim halatimga qattiq echinib, afsuslanib, nima qilib durdu? Tengesh qilib durdu. Ular bo'z kim? El-ahlu vel velad. Benim ailem, ayolim va bolalarim. Ayolim va bolalarim g'anam mening ahvolimni biladi, uni bilan odamni bilmaydi. Men sizlarni aslab at degan kech faoliyat chekaman degan yerda mushfiqani deb ikkilik ismni birini keltirib,
El ehlu vel veledler tefsir kıpayetinde iki narsa bilen. Şunu ama muşunda batılıda o et-tevşi'. Muşun qatarını yana cemmi nasıl getirip ben de editepege edislaba o keltirgen bunu bizden qatarıdır tevşi'nin qatarıdır. Ve minha et-tekrir. Sözlerini itnab getirişindeki yeni bir türü olsa et-tekrir, tekrar getiriş. Çokum bu tekrar getirişini buluş için bir garadin, bir garaz için buluş gerek. Payda. Eğer bakın bir tekrar getirsen buldu bu itnab olmayın buldu tetvil buldu tetvil. Ketulil fasl mesela. Bu garaz kanda garaz yani eğer mesela sözdeki musnad ileyhi bilen musnadının arası pek uzun bulup geçse bir arı fasl düşüp yani mesela mubtada bilen haberin arası mesela sıfat bilen mesela sıfatımız uzun sıfatımız gibi kalsa şu çağda musnad ileyhini tekrar bir getiriş gerek. Haberin adı da manmuşu. Ne batılıda o tekrir mesela şairim degen de ve innem ra'en damet mevâthîku ahdihi ala misli hâzâ innehu lekerimu. Ne kadar mesela yani ve innem ra'en şüphesiz ki inne şüphesiz ki imra'en degen de mevsuf imra'en mubtada innenin ismi için alma mevsuf damet mevâthîku ahdihi ala misli hâzâ degen ma sıfat imra'en sıfatı yani bunun ahdisi muşu haletinin üstüge muşu ala misli hada muşunun okşuğa davamlaşkan bir insan devadı da bunun ahdisinin mevasikleri toktamları muşunun okşuğa davamlaşkan bir insan innehu lekelimu şüphesiz ki o elbette isildir yani merttir sehidir deydi yani öyle yapalım yani ne tekrar kılındı ve innehu diye gibi ayet ki inne diye inna yemini bir tekrarlandı vu demir halatta imra'en diye zemirini bir tekrarlandı. Nimişka? Çünkü müşahedeki imra'en diyen inne imra'en diyen urfu müşebbehe bilen bunun ismi. Ki otoristik imra'en'in sıfatı damet mevâtiku adi ala misli haza diyen uzun sıfatın birisi imra'en diyen inne'nin ismi bilen lekelimu diyen inne'nin haberinin oturuğa kirip aldı. Kirip algandan ki nima pas uzoqlab ketdi. Alaqısı yo'q deb al-muqammay qolmaslar tekrar innehu keltirdi. Tushunarmi? Mushumu mina g'araz uchun tekrar keltirdi ba'zida. Ve ke ziyadati terghibi fil affu fi qawli ta'ala. Mesela Allah Teala'nın qavlidagi affu qilishdagi terg'ibni ziyoda qilish mesela. Mesela affu qilish qiziqtirishni ziyoda qilib bir so'z tekrar keltirishgan ba'zida qanday bo'ladi? Lafziy bo'ladi. O'xshash bir lafzni so'zni tekrar keltiradigan gap ba'zida qanday bo'ladi? Ma'naviy bo'ladi. Ya'ni ma'nodash mutaradif so'zlarni keltirish. Mutaradif ya'ni ma'nasi bir bo'lgan so'zlarni keltirish orqali ham bo'ladi. Tekrar keltirish. Nima qilsa Alloh taolo Qur'oni Karimda nima degan? Inna min azwajikum va auladikum aduwwan lakum fahdharuhum va in ta'fu va tasfahu va taghfiru fa innalloha g'afurur rahim. Bichara ayat qaytgan bo'lsanglar, shubhasizki sizlarning ayollaringlardan va balvoqlaringlardan sizlarga dushman bordir. Fahdharuhum ulardan hazar aylanglar deb bo'lib va in ta'fu agar afu qilsanglar agar maylarni qilib o'tib ve tagfiru agar kechirib atsanglar fa innalloha g'afurur rahim. Shubhasiz Allah mag'firat qiluvchi rahimlikdir. Bir şey qaytgan bo'lsanglar, Alloh taolo shu balvoqlarini ahlini kechirib o'tishga rag'batlantirib nima deydi u? Ta'fu, tasbahu, tagfiru deb uchinchi mutaradif, kalimat mutaradif. Tushundingmi? Hammasi ma'nosi bir. Kechirib atsanglar, afu qilib atsanglar deb shuni o'ylaydigan o'xshash ma'noda bo'lgan 3 so'zni aloqamoq keltirdi. Eğer ve in ta'fu fe innalloha g'afurur rahim degan bo'lsa aytadi. Ve in taghfiru fe innalloha g'afurur rahim degan bo'lsa aytadi. Lekin nima ish o'xshash ve in ta'fu ve tasfahu ve taghfiru deb chiqib keldi-da. Li targhibi, li ziyadati targhib fil afu. Shuna nima foydana? Bunda bir foyda uchun takrar qilish. Ve ketakidil inzar fi qawli Allah Taola'nın qavlida inzarni ta'kidlash masalan. Takrar keltirish uchun bo'ladi. Ba'zida inzarni ogohlantirishni ta'kidlash uchun masalan kella sawfa ta'lamun. Ularning qilgan hargiz to'g'ri emas. Ular siz pat ardı bilib qolasizlar. Dedimmi? Uni keladi bu bir inzar bo'ldimi? Inzar. Uni bu inzarni ta'kidlab chuqum bilisini maqana qo'y deb summa kella sawfa ta'lamun. Miyatki summa degan gap bilib bo'lgandan keyin bilisizlar emas. Shuni miyatki summa nima emas? Bilib bo'lgandan keyin bilisizlar degan gap emas, balki
Nima summa bu yerdagi summa taraxiy uchun emas, balki tartibi zikri. Nimadaki maqomni texim yuqori holat ko'tarish. Anladın? Yani kuch ta'kidlash uchun, inzorni ta'kidlash uchun kelgan. Tushundingmi? Yani cho'qim bilib qolsa maqom, chaqchaq emasmi, o cho'qim bilib qolsa degan ma'nosi. Va minha amda so'zni itnob uzun keltirishni qatoridan al-i'tirod. Jumla qistirma jumla keltirish. Jumla e'tiroz deb bekcha keladi-ku aynan. Qistirma jumla keltirish. Va huwa jumla e'tirozga nima desanglar tavassutu lafzin bayna ajza'i jumlatin. Bir lafzning, bir so'zning cümlenin böleklerinin arasında oturduğumuz cümlenin böleklerinin arasında kap oturdu kilişi. Ev beyne cümleteyni murtabitayni ma'nen li garadin. Diyen gap ma'ni cihetten bağlaşkan iki cümlenin arasında bir garazning cihetinden şularning kap oturdu kilişinde batırıldı o i'tiraz deb atıldı. Bunu cümle mu'tarada deb koyuyoruz. Cümle mu'tarida deb. Mesela inne semanine ve bulligtaha قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. Müşahedeki şair mi diyen? Şüphesiz ki 80 yaş. قد أحوجت سمعي إلى tercüman. Benim ki yaşım 80 yaş yattı mı? Benim kulukam tercümanga ihtiyacı bulup kaldı. Bir adam gap kısa. Ne bilirler? Ay anıka manda deydi. Dep gapni tercüme etip kadan benim ihtiyacı bulup kaldı. Dedi müşahede 80 demişe ve bulligtaha diyen ma müşahedeki cümle mu'tarida. Müşahedeki vav ne batırdı? Vav i'tiradi de batırdı. Vav istinafi de batırmay. Vav i'tiradi. Vav şıkıl buldu bildi ma vav hali. Yani bir vav i'tiradi. Yani bir çoğu vav istinafi de batırdı. Müşahedeki vav i'tiradi. Yani ne demek için müşahede? Müşahedeki mutekellim gapni anlatılan muhatapga dua qilmoqchi. Allah sizni nima yetkazib bersin demoqchi. 80 yaş ve bu liqta degan gap inshaalloh siz mana 80 yoshga yetkazasiz deb qo'yib 80 yaş. Siz mana shu 80 yoshga yetkazasiz. Adam 8 yoshga kelganda qad ahvajat sam'i ila terjumani qulqam terjumanga muhtoj bo'lib qoldi. Xudoy sizning umringizni uzoq qiladi deb va bu liqta deganda bir duo, tushundingmi? Lekin magabning mazmunidan emas. Faqatlam qistirma jumla. Buni holatda tekrar keltiriladi. Ve nahvu qavli ta'ala Allah Ta'ala'nın qavli mesela ve yec'aluna lillahil banati subhanahu ve lehum ma yeştehun. Ula Allah Ta'alaga kızını kıldı. Allah Ta'ala'nın kızı ba dedi ula. Kızı ba deb itiqad qildi. Subhanahu. Yani subhanahu ve cümle mu'talida. Ki yani Allah Ta'ala kızı buluştan pak ve münezzehtur. Ve lehum ma yeştehun. Yani ula üçün ulanın iştihaq qilgan ve lehum ma yeştehun ulanın iştihaq qilgan nersisi dur degan gap. Mishadiki shahid subhanahu degan so'z asli agar miyada bo'lmasa-mu ma'ni buzilmaydi. Ve yec'aluna lillahi'l banat ve lehum ma yeştehun. Ular Allah Taala qizni qiladi ve ul uchun qanday ishtihoq qilsa hammasi bo'ladi deb o'ylaydi, e'tiqod qiladi. Ular Allah Taola'nın qizi bor deydi ve ular nimani ishtihoqi shu bo'ladi, bu dunyo oxiratda shu bo'ladi deb o'ylaydi. Subhanah. Allah Ta'ala'nın kızı buluştuğun paktur ulağa nemini işte aksı buluştuğun Allah Ta'ala pak. Şuna ama yani Subhane Allah Ta'ala'nın kızı pak deyip yani bek mühim yerlerge keltirildi. Hoş ve minha el-iğal. Hem de gap uzun sözleşen qatardan iğal. İğal diyen nima? İğal diyenin manisi ve huve khatmul kelam bima yufidu garadan yetimul ma'na bidunihi. Mesela kel mübalağati fi kavlil khamsa. Mesela gapni g'arazni ifoda etadigan bir narsa bilan tugutish. Yetimul ma'na bidunihi. Ma'na ununsizmi tamom bo'ladi. Ya'ni agar men bu bir gapni qilaman. Lekin bir alohida bir g'arazni ifodalaydi. Alohida bir g'arazni ifodalaydi. Ammo men shu gapni qilmasam bu gapimning ma'nosi to'liq bo'ladi. Tushundingmi? Bu gapni qilmasam bu gapimning ma'nosi to'liq bo'ladi. Lekin ma gapni qilish bilan men alohida bir ya'ni yangi bir g'araz yana bir payda qo'shiladi. Masalan Xansa nima degan edi? Va inna sakhran la ta'tammul hudatu bihi ka'annahu 'alamun fi ra'sihi nar. Xansa nima şey aytgan edi? O'zining sahr degan o'zidagi bir qilinchini maqtab, sahr haqiqatan sahr la ta'tammul hudatu bihi degan yo'l boshlovchilar. Ergashuvchilar emas, ergashuvchilar emas, yo'l boshchilar.
Yo'lboshchilar ergishadigan bir zot edi. Sahir degan qarindishim, yo'lboshlaydigan boshlamchilar uni ulgu tutadigan, ergishadigan, o'ziga imom qiladigan bunda bir ajoyib katta bir kishi edi. Kannahu deb gap tugidi. Damlab bo'ldi, maqtab bo'ldi. Lekin yana bir yangi g'arazni ifodalab, yana bir qo'shimcha buni qo'shdi. Moshunda o'tirdi, ig'ol deb o'tirdi. Kannahu alamun fi ra'sihi naru. U sahir go'yoki bir tog', jabal, alam. Fi ra'sihi degan cho'qqisida bir o't kuyib turgan. Cho'qqisida o't kuyib turgan bir tog'. Butun odamni ko'radigan, o'sha nishonni qilib ma'nolaydigan bir tog' edi. Xuddi shu go'yo igiz bir tog'da o't kuyib tursa madam, ma o't ekan deb shuni nishon qilib mang'anday yo'l topadiganlar, yo'l boshlamchilar, yo'l topadigan, shu sahirga ergishib yo'l topadigan shundoq bir ajoyib katta bir kishi edi sahir deb hadisda damlagan ekan. Mishadiki ki annahu alamun fi ra'si nar degan jumla nima bo'ladi? Ig'ol deb ataladi. Ya'ni so'zni yangi bir g'arazda ifodalaydigan gap bilan tugutish. Agar uni so'zni bo'lsa, ma'no tamomlangan bo'ladi dedi. Va minha at-tazyil. Endi gap uzun gapirishni qatorida bir nima tazyil. Ya'ni tazyil degan gap bir so'zni, yana bir so'zning quyliqi, oxiri qilish degan gap, quyliqi qilish degan gap tazyil. Va huwa tazyil deganimiz ta'qibul jumlati bi ukhra. Bir jumlani yana bir jumlaning orqadan keltirish. Tashtamilu ala ma'naha ta'kidan la degan gap. Bu oxirda kelgan ikkinchi jumla birinchi jumlaning ma'nosini o'z ichiga olgan. Nima uchun keltirildi? Ta'kidan laha. Yani birinchi jumlani ta'kidlash uchun keltirildi. Va huwa imma yakun, endi bunda keltirish imma yakun ay yakuna jaliyan majal masal. Masalning mangadigan yerda mangadi. Bizda masal deb bir narsa bor. Masal. Siz tushundim masal nima joyda? Tushundingmi? Bizda maqal tamsilla, masalla. Masalla degan, masalan, nima as-sayfu dayyati laban degan qissada masalan, qissani so'zlab degan mustaqil bir narsa. Lekin bir narsaniki bu vaqtida qadrini bilmay keyin marab bas olmaydi sahodatni marab deganda keyin marab qilgan, keyin mutazilab qilgan odamga bayon qilingandek, o'zi mustaqil bir narsa, uniki boshqa bir narsaga bayon qilingandek, xuddi masalning o'rnida mangandek mangadi. Ma'nus tazyil. Nimishqa istiqlali ma'na, uning ma'nosi mustaqil bo'lganligi uchun. Va istighnaihi amma qablahu. Va tazyilning o'zining oldidagi narsadan bejat bo'lganligi uchun. Balki qavli Alloh taolaning qavliga o'xshash, ja'al haqqu va zahaqal batil. Haq keldi, nohaq yo'qoldi. Innal batila kana zahuqa. Mishadki innal batila kana zahuqa degan so'z shubhasizki, batil degan yo'qolg'uchi edi degan so'zni o'zi nima deb atadi? Tazyil. Va ja'al haqq va zahaqal batilning qulqidan ikkinchi qilib keldi, ammo buni ta'kidlash uchun keldi. Va lekin innal batila kana zahuqa degan so'z o'zi mustaqil bir ma'no bildiradi. Beshtiki bilan bog'lanish yo'q, lekin beshga taklif keldi, o'z oldiga mustaqil bir so'z bu. Tushunarmi? Ma'no o'tirdi tazyil. Va imma yakuna ghayra jahil majal masal. Ba'zida masalning mangadigan yerda mangmaydigan holat bo'lib qoladi. Degan gap, masal degan o'z oldiga mustaqil dedikmi? O'z oldiga mustaqil emas. Beshtiki bog'liq holatga kelgan tazyil. Li adami istighnaihi amma qabla. O'zining oldidagi narsadan bejat bo'lmaganligi uchun. Alloh taolaning qavliga o'xshash. Zalika jazaynahum bima kafaru va hal nujazi illa al-kafur. Ayni shu, ya'ni ularga berilgan jazo jazaynahum bima kafaru. Ularning kafir bo'lganligi sababli ularni jazoladik. Va hal nujazi illa al-kafur. Biz kafirlardan boshqalarni jazolamizmi? Yo'q. Ya'ni demak va hal nujazi illa al-kafur degan shu jazaynahum deganga nima bog'lanishdir. Tushundingmi? O'zi mustaqil bo'lmaydi bu so'z. Mavjumi tazyilning ikkinchi turi. Va min hal ihtiros. Endi nima keltirishdan uzun keltirishdan yana bir turi bo'lsa ihtiros. Ihtiros degan ya'ni saqlanish, bir xato tushunchadan saqlanish uchun keltirilgan qayd masalan. Va huwa ayyuta fi kalamin yuhimu khilaf al-maqsud bima yadfa'uhu. Ya'ni kalamda, jumlada maqsadning aksini, ta'tirsini gumon qildirib qo'yadigan bir so'zda shu xato tushunilib qolishning oldini olish uchun keltiriladigan bo'lak nima ataladi? Ihtiros deb ataladi. Masalan, fasaqa diyaraki ghayra mufsidiha sawbur rabi'i va dimatu tahmi degan she'r. Bunga qaraydigan bo'lsanglar, bu o'ziniki mahbubiga debdiki, sening diyoringni ghayra mufsidiha, bu diyorni buzib o'tmaydigan sawbur rabi' bahor yomg'iri
Ve dimetu tehmi degan gap arqima arqa yaqqan tehmi degan gap sel bulab aqadigan arqima arqa yaqqan yomg'ir sug'uridi, sug'asin. Shoirning birisi bir şeyde savur rabi bahar yomg'iri dedi. İkincisi dime degan gap aqma yaqqan en azda bir kichik kunduz yaqqan yomg'ir shunday ama dime degan gap. Küpede 7 kun, hepsi yaqqan yomg'ir. Bunda batırdı bu şey Arapçada dime. Matayning yamanca qismi bor. Shunday ama dime degan gap. Endi tehmi degan gap tesir degan bu. Endi seldek aqadigan mushundaq sel bo'lib ketgan yomg'irlar sizning diyoringizni sug'asin dedi. Bir şey qaradigan bo'lsanglar, agar g'ayri mufsid degan gap bo'lmasa, bu bunaqa qilgan duo olmay qolg'ish bo'ladi. Ya'ni bahor deganda yomg'ir qanday yog'di? Qattiq yog'di bahorda. 7 kun yog'di yomg'ir qanday yomg'ir? Sellab ketgandir. Sellab aqqa yomg'ir degan bütün yurt makonini buzib tutgan, xarob qilib tutgan yomg'ir. Lekin men deb qo'ydi. Mening maqsadim xato tushunilib qolmasin deb g'ayri mufsidiha deb qo'ydi. Ya'ni sizning yurtingizni, diyoringizni xarob qilmaydigan, buzib etmaydigan bunda foydasi bor savbur rabbi bahor yomg'iri va davomli yog'adigan yomg'ir bilan sizniki yurtingiz sug'urilsin deb duo qilgan bo'ldi. Tushundingmi? Bu shunda aytilgan ihtiros. Va minat takmil. Endi so'zni uzun so'zning qatoridan takmil. So'zni takmil, ya'ni bir tatmim deb ataladi. Tatmim deb mukammallashtirish, to'liqlash deb. Masalan, va huwa ayyuta bi fadlatin tazidul ma'na husna. Ya'ni so'zda bir ortiqcha bir so'z keltirish, ortiqcha. Lekin ma'niga go'zallikni ziyoda qiladigan, ma'niga texnik go'zallikni ziyoda qiladigan ortiqcha bir so'zni keltirib qo'yish. Bu bo'lsa va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi degan so'z oyatdagi. Ular miskinlarga tamoq beradi, ala hubbi o'zi yaxshi ko'rib turib. O'zi shu tamoqni yaxshi ko'rib turib boshqalarga beradi degan yerda ay ma'a hubbihi. O'zi yaxshi ko'rib turib. Va zalika ablaghu fil karam. Bir odamning tamoqni yaxshi ko'rmay, yuzga yeb bergan tamoq bilan o'zi yuzga botirib bergan tamoqningki orlig'idagi karamning farqi bor. Shundaymi? Bir şey va yut'imuna ta'am degan bo'lsa-mu, jumla ya'ni bu odam boshqalar tamoq bergan odamga deb tushungan bo'ladi. Ammo o'zini yuzga botirib berdi degan gapchi o. Bu o'zini boshqalarni o'zining nafsining ustiga qo'ydiganligi. Boshqa mu'min qardoshlarini o'zidan a'lo biladiganligini iborat bir mardlikni ifodalaydi. Faqat ala hubbi degan bir so'z. Bu shunda aytiladi, takmil deb aytiladi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil